Qadrdonlar, tabriklasanglar bo'ladi. Usta tog'alar Yevropaga yo'l olyapti. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Bugungi videomiz bizni usta tog'alarni bilganlar bilardi. Mana shu joyda jonli efir qilardim. Hali doim mana shu razvedkaga to'k urmasin deb hazillashardi jonli efirda. Bugungi videomiz o'zi asli 2026-yilda 6 ga 6 oshxona qurish qancha bo'lyapti degan video olmoqchi edim asli. Lekin mana shu oshxonalarda gaplashib, ustalarni gaplashib qo'ygan joyimda sog'lig'imda ozgina muammo bo'lib qoldi. Uni rasmini ham qo'ydim. Mana ikkala olayotgan joyimni rasmini qo'yib qo'ydim. O'shaning uchun bu ishlarimiz ozgina to'xtab qoldi. O'sha rasm qo'yganimda juda ko'p insonlar usta yaxshimisiz, sog'misiz, sog'ayib keting deb juda ko'pchilik like bosib kommentariya yozdi. Men bu darajada bo'lib ketadi deb o'ylamadim. O'shaning uchun qadrdonlarga rahmat aytib qo'yay avvalo. Sog'ligimiz Xudoga shukr hozir ancha yaxshi. O'zicha qattiq muammo ham bo'lgan yo'q. Shunchaki futbolga borgan joyimda yiqilib tushib, qattiqroq yiqilibmiz. O'shaning uchun bir oy ish qilganimiz yo'q. Bir oy lecheniya oldik. O'sha vaqt ichida ishlarimiz to'xtab qoldi. Lekin usta tog'alar brigadasi ishlayapti. O'zimizni uyda ishlar to'xtab qoldi. Shuning uchun oshxonalarimiz ham hammasi qolib ketdi. O'sha vaqt ichida o'zimni radnoy tog'am o'g'li 5-6 yildan beri Yevropaga borib ish qilardi. Bitta qiynalsiz, keling, bitta sal yangiroq ish qilasiz deb Yevropaga chaqirib qoldi. O'zim chaqiraman deb sheriklardan 3 kishini gaplashib, hozir xudo xolasa dokumentlarni to'g'rilab Yevropaga yo'l oldik. Dokumentlar topshirib qo'ydik. Ishonchli joy ekan Yevropaga. Xullas, oyliklarni ham dehqonchasiga aytib qo'yay. Dollarda bas 20 milliondan 45 milliongacha oylik ekan. Faqat apalavka qatiruvchi, g'ishiruvchi, malyar, keyin karkas to'quvchi ustalar hozirgi kunda kerak ekan. Bir yo'li o'shani ham videosini qo'yib qo'yray. Mabodo shunaqa ustalar bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, WhatsApp nomer, Telegram nomeri ham bor. O'sha insonga aloqaga chiqsalaringiz, ishonchli, 100% ishonchli, o'zi 5-6 yildan beri borib kelib ish qiladi. Yeb, ichish sharoitlari bor. Oyligi endi ustalarni ish qilishiga qarab 20 milliondan 45 milliongacha berilar ekan. Biz ham xudo xolasa qiziqib, o'sha dokumentga ketadigan dokumentlarni to'g'rilab, topshirib keldik. Uni viza topshirish Qirg'izistonda Bishkek shahridan bo'lar ekan. Kecha borib keldik, o'shani videolarni, manzaralarni ham qo'ydim. Ashaqqa dokument topshirgani bordik. Xudo xolasa bizdan oldingi guruhga borib Qirg'izistondan topshirgan kunidan keyin 25 kunda vizasi chiqibdi. Shu yerdan Toshkentdan cheres Turkiya, Turkiyadan keyin Yevropaga uchilar ekan. Shunaqa qilib hozirgi kunda o'sha 25 kun, bir oy oralig'ida vizasi chiqyapti ekan. Ishonchliligi mabodo sizlar Xorvatiyagami, Yevropagami ketmoqchi bo'lsalaring, shunaqa dokumentlarni to'g'rilab, pul sarflasalaring, mabodo vizalaring to'g'ri bo'lmay qolsa, pullaring qaytarib berilar ekan. Bizga ham shunaqa dedi, qo'rqmasdan to'g'rilavering dedi. Keyin bizni Yevropaga aytayotganimizning sababi, mana yerdan siz Yevropaga boraman deb dokument to'g'rilab tashab topshirishingiz boshqa ekan. Bu joy Yevropadan turib sizni chaqirgan umuman boshqa ekan. Demoqchimanki, biz mana Yevropadan turib pasportlarimizni topshirdik. Yevropaga birinchi bordi. O'sha yerdan keyin bizni pasportlarimizga qarab turib chaqiryapti. U degani osonroq ketish imkoniyati 80% bo'lar ekan. Matdan o'zingiz mustaqil topshirsangiz 60%, balki 40% ketib qolishingiz mumkin ekan. Ketishingiz oraliq masofasi misol 6 oydan 8 oygacha ekanda, qiyinroq ketar ekansiz. Biz aytayotgani Yevropadan turib sizlarni chaqiradi, ketishlaring oson. Misol o'zim bormoqchiman degan boshqa ekan, o'sha inson bizga zarar deb chaqirgan boshqa ekan. Shuning uchun shunaqa dokumentlar qildik, xudo xolasa dokumentlarni topshirdik. Hamma ishlarni bitirdik, xudo xolasa. Endi biz o'zi bilganlar biladi, biz O'zbekistonda ham ishimiz bor, ishimiz juda ko'p. Usta tog'alar kanali yuriyapti. Ishchilari ham hozirgi kunda ishlayapti. Bitta ham ishimiz bor, Xudoga shukr. Qiziqdik.
ozgina mazamiz yo'qligi uchun uyda bekorchi bo'lib qoldik. Haligi hayol, misol bir xilda ertalabdan kechgacha ish qilaversangiz, o'sha rejimda ishlayverasiz. Agar bir 10 kun, 20 kun bekorchi bo'lib yoki dam olib qolsangiz, hayol olib qochadi-yu har qaqa. O'sha vaqtda endi keling, mana shu yerda bir aylanib ham ketasiz, biror yil ishlab ketasiz dedi tog'am o'g'li. Shuning uchun ha bo'ldi deb mana shu yerdan o'zim, o'rtog'im, bitta sherigim olib ketyapmiz, xudo xolasa. Shunaqa dokument to'g'lab qo'ydik. Biror oyda yoki 25 kunda chiqadi. Qolgan shu yerda yana videolar olaveramiz ketganimizcha. Hozir yana bir 20 kunlik litsenamiz bor. Litseni olyapmiz. Endi Vanisadan keldik. Qolgani uyda davom etadi. Endi mana xudo xolasa sog'ligimiz yaxshi bo'lib, videolar olishni boshlayapmiz. Birinchi videomiz xudo xolasa shu bo'lib turibdi. Sog'ayganimizdan keyin. Xudo xolasa qadrdonlar, ustalar, bormoqchi bo'lgan insonlar pastga nomer qo'yib qo'yapmiz. WhatsApp, Telegram'i bor. Qolgan bor ma'lumotni 100% sizlarga batafsil tushuntiradi. Qanaqa dokument qilasizlar, qancha ketadi, pullaring hammasini o'sha inson bilan aloqaga chiqaverasizlar. Biz ham xudo xolasa tez kunda Yevropaga boramiz. Qolgan videolarimiz Yevropadan o'zimcha o'sha tomonni ham o'yladim. Yevropaga borib, Yevropa qanaqa ish bo'lyapti, qanchadan ishlanyapti, shunaqa kontentlar ham olaman degan maqsadda ketyapman. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Shunaqa gaplar, xudo xolasa ungacha vizamiz chiqquncha mana shu yerda O'zbekistonda sog'ligimiz ko'targuncha yaxshi kontentlar olib chiqib turamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab, poddoshka qilib turaverasizlar. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa shunaqa dokumentlar ketar ekan. Biz to'g'riladik, to'g'rilab topshirib keldik. Shunaqa qadrdonlar, men hozir bu dokumentlar qanaqa, nima 100% sizlarga tushuntirib bera olmayman, chunki o'zimcha esimda yo'q. Lekin o'sha telefon orqali to'g'riladik. Mabodo sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. O'sha WhatsApp, Telegram'i bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. O'sha oyliklarimiz dedi 20 milliondan 45 milliongacha dedi. Xudo xolasa ishlari o'sha qurilish, lekin aytib qo'yishim kerak, hunaringiz bo'lishi kerak. Misol, oddelchi bo'lishingiz kerak yoki g'ish uruvchi yoki armatura to'quvchi, shunaqa yoki apalovka qatiruvchi. Hunaringiz bo'lsa, o'zingiz qiynalmas ekansiz. Misol, 1 oymi, 2 oymi ishingizni ko'rar ekan, yoqsiz, keyin ishi bo'lmas ekan, ishlayverar ekansiz. Ishlar unaqa hali ob'yom topshirish bas, haligi dogovorniy bas, kunlik to'laydi. Misol 8 dan 5 gacha ish vaqti ekan, ishi ham o'ta og'ir bas ekan. Kimlargadir og'ir, kimlargadir yengil. Biz uchun endi yengilroq bo'lsa kerak deb o'ylayapman, chunki biz bu yerda quyosh chiqishi, quyosh botishi ishlaymiz. Bu yerda ustalar doim biladi. Shunaqa, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa endi sekin-sekin ijtimoiy tarmoqqa qaytyapmiz. Sizlardan bir dona like, podдержка kutib qolamiz. Xudo xolasa Yevropalarga borib, ko'rishib, gaplashib, ish qilish nasib qilsin barchamizga. Joninglar sog' bo'lsin, kam bo'lmanglar. Rahmat.